Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz plastilindan amaliy darslarni tashkil etish metodikasi. Rejalar bilan tanishtiradigan bo'lsam, birinchi reja kulolchilik va haykaltaroshlik ishlari haqida ma'lumot. Ikkinchi reja plastilin va loyning tarkibi va xususiyatlari. Uchinchi reja plastilin va loy bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi. To'rtinchi rejamiz plastilin va loy bilan ishlashda sanitariya va gigiyenik talablar. Inson kulolchilik bilan neolit davridan shug'ullangan. Maxsus loydan buyumlar qo'lda yasalgan, quritib olovda qizdirilgan. Kulolchilikda ishlatiladigan tuproq jahonning hamma yerlarida mavjudligi deyarli hamma xalqlarda kulolchilikning keng tarqalishini ta'minladi. Kulolchilik bilan dastlab ayollar shug'ullangan. Kulolchilik sharqining paydo bo'lishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb qilingan. Idishlar maxsus o'choq va xumdonlarda pishirilgan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'li hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o'sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlanganligini ko'rsatadi. Idishlar yerga suqib qo'yilgan. Neolit davrida sharq mamlakatlarida Yunonistonda nafis sopol idishlar tayyorlash, sopoldan me'morchilikda foydalanish avj oladi. Sirlash usullari kashf etilgach, kulolchilik buyumlarining badiiy qimmati oshib boradi. Kulolchilik o'zi nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, kulolchilik hunarmandchilikning loydan turli buyumlar, masalan, sopol idishlar, qurilish materiallari va hokazolarni tayyorlaydigan turi hisoblanadi. Kulolchilikda asosiy xomashyo tuproq. Kelib chiqishi va tarkibi turlicha bo'lgan tuproqlardan turli xil kulolchilik buyumlarini yasash mumkin bo'ladi. Kulolchilik xalq amaliy san'ati turlaridan bo'lib, hunarmandchilikning loydan, gildan turli buyumlar, idishlar, qurilish materiallari tayyorlaydigan sohasiga kiradi. Kulolchilikda asosiy xomashyo tabiiy tuproq bo'lib, loy qancha ko'p ishlatilsa, sopolning sifati shuncha yaxshiroq bo'ladi. Kulolchilikning bezak san'ati bo'lgan koshinkorlik san'ati Markaziy Osiyoning me'morchiligida keng rivojlangan. Kulolchilik O'zbekiston xalq amaliy san'atining eng qadimiy, g'oyat qiziqarli turlaridan biridir. Mamlakatimiz hududida kulolchilikning ko'plab asosiy maktab va markazlari mavjud. Rishton maktabi, Buxoro maktabi, G'urumsaroy maktabi, Toshkent maktabi, Xorazm, Samarqand va Qashqadaryo kulolchilik maktablarini sanab o'tishimiz mumkin. Ushbu kulolchilik maktablari bir-biridan yaratilgan mahsulotlarni tayyorlash uslubi, naqsh gullari, rangi va pardozi bilan bir-biridan farqlanadi. Kulolchilik mahsulotlari tayyorlanishi. Loy qancha ko'p pishitilsa, sopolning sifati shuncha yaxshi bo'ladi. Kulolchilik asosiy qurol kulolchilik charxi. Usta unga idishlar tayyorlaydi va ularga shakl beradi. Tayyorlangan idishlar quritilib, xumdonda qizdiriladi. Idishlarning turlariga ko'ra xumdonlar ham turlicha katta-kichiklikda va turli-tuman nomlarda bo'lishi mumkin. Sirlanadigan idishlar sirlanganidan so'ng yana bir bor xumdonda qizdiriladi. Odatda kulollar ma'lum idishlar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan bo'ladilar. Masalan, kosagarlar, ko'zagarlar, koshinpazlar, tandirchilar va boshqalar. 20-asrning 20-yillarida kulollar mehnatini tashkil etishga e'tibor berildi. Toshkentda tajribali kulollik, Samarqandda kulollik ustaxonalari ochildi. Toshkentda o'quv ishlab chiqarish badiiy maktabi ishga tushdi. Ularning malakasini oshirish yo'lga qo'yildi.